Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 iyulgacha kimlarga qanday summalar berilishi kerak? Yangi ro'yxat deganda nimani tushunish kerak? Kim o'z pulini vaqtida oladi? Kim esa hujjat yoki ma'lumotdagi xato sababli kutib qolishi mumkin? Bu ma'lumot har bir pensionerning farzandlariga, nabiralariga va keksalarga qarayotgan oilalarga bevosita tegishli. Chunki birgina noto'g'ri yozilgan karta raqami, vaqtida topshirilmagan ariza yoki ro'yxatda ism chiqmay qolishi odamni o'ziga tegishli puldan vaqtincha mahrum qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Men esa sizga hammasini oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensionerlar o'z pensiyasini odatdagi grafik bo'yicha olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir pochta orqali, kimdir vakolatli shaxs orqali har oy belgilangan sanada pul tushadi degan tushuncha bor edi. Lekin amaliyotda har doim ham hammasi siliq bo'lmagan. Masalan, ayrim hududlarda pensionerning yashash manzili o'zgargan, lekin bu ma'lumot tizimda yangilanmagan. Kimningdir plastik kartasi muddati tugagan, ammo u buni bilmagan. Yana kimningdir nogironlik guruhi qo'shimcha ustama boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki kompensatsiya bo'yicha ma'lumotlari qayta tekshiruvga tushgan. Natijada odam nega menga pul tushmadi deb bankka boradi. Bank esa bizda to'lov yo'q deydi. Keyin pensiya jamg'armasiga boradi. U yerda esa ro'yxatda ma'lumot aniqlashtirilmoqda degan javob eshitadi. Hozir gap yangi ro'yxat haqida ketganda men buni shunday tushuntiraman. 1 iyulgacha to'lov olishi kerak bo'lgan pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar qayta ko'rib chiqilishi, aniqlashtirilishi va to'lovga tayyorlanishi mumkin. Bu ro'yxatga kirish degani avtomatik ravishda hamma bir xil summa oladi degani emas. Har bir pensionerning holati alohida hisoblanadi. Kimningdir asosiy pensiyasi bor, kimningdir ustamasi bor, kimdir kam ta'minlangan oila a'zosi sifatida qo'shimcha yordam olishi mumkin. Kimdir yoshga doir pensiya bilan birga boshqa kompensatsiyaga ham haqli bo'lishi mumkin. Eng muhim narsa shuki, odam o'ziga tegishli pulni olish uchun ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Men ko'p uchraydigan o'zgarishni aytaman. Hozir ko'p to'lovlar elektron ma'lumotlar asosida tekshiriladi. Oldin odam qog'oz hujjat ko'tarib yurardi. Tashkilotlar bir-biridan ma'lumot so'rardi, jarayon cho'zilib ketardi. Endi esa shaxsning pasport ma'lumoti, yashash manzili, bank kartasi, pensiya turi, nogironlik holati, ish staji va boshqa ma'lumotlar elektron bazalarda solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan tezlik beradi, lekin yomon tomoni shuki, bazada bitta xato bo'lsa ham to'lov kechikishi mumkin. Masalan, pensionerning familiyasida bitta harf boshqacha yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sanada xato bo'lsa, eski pasport ma'lumoti qolib ketgan bo'lsa, tizim uni avtomatik ravishda tekshiruvga chiqarishi mumkin. Yana bir muhim o'zgarish. Bank kartasiga to'lov olayotgan pensionerlar soni ko'paymoqda. Bu qulay, chunki pul kartaga tushadi. Odam bankomatdan yoki do'kondan foydalanadi, ammo keksalar orasida karta muddatini, SMS xabarnomani, PIN kodni, karta bloklanishini tushunmaydiganlar ko'p. Shu sababli men har doim pensionerlarning farzandlariga aytaman. Ota-onangizning kartasi ishlayaptimi? Muddat tugamaganmi? Telefon raqami kartaga ulanganmi? Buni tekshirib qo'ying. Chunki pul hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin karta yopiq yoki faol bo'lmasa, odam uni ola olmaydi. Birinchi navbatda oxirgi oylarda pensiyasi kechikkan yoki miqdori o'zgargan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz avval 1 million 200 ming so'm olib yurgan bo'lsangiz, keyin 1 million 200 ming so'm tushgan bo'lsa yoki aksincha ko'paygan bo'lsa, buning sababini albatta aniqlang. Ba'zan ustama vaqtincha to'xtatilgan bo'ladi. Ba'zan qayta hisob-kitob qilingan bo'ladi. Ba'zan esa ortiqcha to'langan summa keyingi oyda ushlab qolinishi mumkin. Buni tushunmasdan turib, mendan pulni olib qo'yishdi deb xavotirga tushish kerak emas. Lekin sukut saqlash ham to'g'ri emas. Ikkinchi guruh yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Masalan, bir kishi iyun oyida yoshga doir pensiya tayinlash uchun hujjat topshirdi. U 1 iyulgacha menga pul berilishi kerakmi deb so'raydi. Bu yerda asosiy narsa tayinlash sanasi va hujjatlar to'liqligidir. Agar hujjatlar to'liq bo'lsa, ish staji tasdiqlansa, ariza qabul qilingan sana bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Lekin mehnat daftarchasida yozuv noaniq bo'lsa, arxivdan ma'lumot so'ralayotgan bo'lsa, tashkilot yopilib ketgan bo'lsa, jarayon cho'zilishi mumkin.
Shuning uchun yangi pensionerlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. 3-guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar va ularning yaqinlari. Nogironlik muddati guruh o'zgarishi, tibbiy xulosa muddati tugash kabi holatlar pensiya va ustamalarga ta'sir qiladi. Masalan, 2 guruh nogironligi bo'lgan odamning xulosasi 3 yilgacha amal qilsa, u qayta ko'rikdan o'tmasa 1 yildan keyingi to'lovda muammo chiqishi mumkin. Bu odam pulga haqli bo'lsa ham hujjat yangilanmagan sababli to'lov to'xtab turishi ehtimoli bor. Shu bois men bunday oilalarga doim aytaman. Tibbiy hujjatlarning amal qilish muddatini oldindan tekshiring, oxirgi kunga qoldirmang. 4-guruh. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda ham nozik jihatlar ko'p. Masalan, farzand 15 yoshga to'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettirsa, u ayrim hollarda to'lovini davom ettirish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Ammo o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, tizim uni to'xtatib qo'yishi mumkin. Oila nega pul kelmadi deb hayron bo'ladi. Aslida esa bitta ma'lumotnoma yetishmaydi. Shuning uchun o'quvchi va talaba farzandlar bo'yicha hujjatlarni alohida tekshirish kerak. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 37 yoshli ayolni olaylik. U har oy bank kartasiga 1.300.000 so'm pensiya oladi. May oyida kartasining muddati tugagan, lekin u buni sezmagan. Iyun oyida pensiya hisoblangan, ammo karta faol bo'lmagani uchun puldan foydalana olmagan. Ayol menga pensiya bermadi deb o'ylaydi. Aslida to'lov huquqi saqlangan, faqat bank kartasi muammosi bor. Bunday holatda bankka borib yangi karta olish, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki bankka to'lov yo'nalishini aniqlashtirish kerak bo'ladi. Ikkinchi misol, Samarqandda yashovchi erkak 63 yoshga to'lib pensiya hujjatini topshirdi. Uning 28 yil ish staji bor. Lekin 1990 yillardagi bir korxona bo'yicha yozuv mehnat daftarchasida mursiz qolgan. Tizim bu stajni darhol qabul qilmaydi. Arxidan tasdiq so'raydi. Erkak iyulgacha menga ham summa berilishi kerak deydi. Men bunday odamga shuni tushuntiraman. Agar staj tasdiqlansa, hisob-kitob ariza sanasidan kelib chiqib qilinishi mumkin, lekin staj tasdiqlanmaguncha miqdor aniq bo'lmaydi. Demak, asosiy vazifa arx hujjatini topish. 3-misol. Farg'onada bir oila o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Oilada 19 yoshli talaba bor. U kunduzgi bo'limda o'qiydi, lekin o'qish joyida ma'lumotnomani vaqtida topshirmagan. Tizim uni 18 yoshdan oshgan deb ko'rib, to'lovni to'xtatishi mumkin. Keyin oila ma'lumotnoma olib borsa, to'lov qayta tiklanishi mumkin, lekin bu vaqt oladi. Agar ular hujjatni oldindan tayyorlaganda pul kechikmas edi. 4-misol. Qashqadaryoda yashovchi 72 yoshli pensioner pochta orqali pul oladi. U vaqtincha farzandnikiga boshqa tumanga ketgan. Pochta xodimi kelganda uyda bo'lmagan. Keyin pensioner meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdi deb o'ylaydi. Aslida u ro'yxatdan chiqmagan bo'lishi mumkin, faqat yetkazib berish vaqtida manzilda bo'lmagan. Bunday vaziyatda pochta bo'limiga murojaat qilish, agar uzoq muddat boshqa joyda yashasa, to'lov manzilini o'zgartirish kerak. Agar siz pensiyangizni har oy muntazam olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va qo'shimcha ustama yoki imtiyoz bo'yicha hujjatlaringiz muddati tugamagan bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushishingiz shart emas, lekin baribir tekshirib qo'yish foydali. Chunki ko'p muammolar oldindan bilinmaydi. Bugun karta ishlaydi, ertaga muddati tugashi mumkin. Bugun hujjat amalda, ertaga muddat tugaydi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar bunday masalalarda yordamga muhtoj bo'ladi. Kim albatta tekshirish kerak? Pensiya miqdori o'zgarganlar, kartasi almashganlar, yaqinda pasport yoki ID karta olganlar, manzilni o'zgartirganlar, nogironlik hujjati muddati tugayotganlar. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar, yangi pensiyaga chiqqanlar, shuningdek uzoq vaqt chet elda bo'lib qaytgan pensionerlar. Chunki bunday holatlarda tizimdagi ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'ladi. Endi eng ko'p tushunmovchilik bo'ladigan joyga kelaman. Hamma pensionerga 1 iyulgacha bir xil summa beriladi degan gapga ehtiyot bo'ling. Men bunday gaplarni eshitganimda odamlarga birinchi navbatda manbani tekshirishni maslahat beraman. Pensiya va ijtimoiy to'lovlarda umumiy ro'yxat bo'lishi mumkin, lekin summa har doim shaxsning holatiga bog'liq. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, qo'shimcha ustamalar, kompensatsiyalar, indeksatsiya, qayta hisob-kitob, bularning har biri alohida tartibda belgilanadi.
Ikkinchi istisno, ortiqcha to'lov. Ba'zan pensioner bir necha oy davomida ortiqcha pul olib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu ataylab qilingan bo'lishi shart emas. Masalan, hujjat muddati tugagan, lekin tizimda vaqtida aks etmagan. Keyin aniqlanganda ortiqcha to'langan summa keyingi to'lovlardan ushlab qolinishi mumkin. Odam buni pensiyam kamaydi deb qabul qiladi. Aslida bu qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday kamayish bo'lsa, yozma tushuntirish so'rash kerak. Uchinchi istisno, vakolatnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner o'zi bora olmasa, boshqa odam vakolatnoma bilan olishi mumkin. Lekin vakolatnomaning muddati notarial tasdiqlanishi bank yoki pochta talablariga mosligi muhim. Muddati tugagan vakolatnoma bilan pul berilmaydi. Bu pensionerning puli yo'qoladi degani emas, lekin olish jarayoni to'xtab qoladi. Ayniqsa yotib qolgan, kasal, harakatlanishi qiyin bo'lgan keksalarda bu masala oldindan hal qilinishi kerak. To'rtinchi istisno, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim hollarda aliment, kredit, sud qarori yoki boshqa qonuniy majburiyatlar bo'yicha pensiyadan ma'lum miqdor ushlab qolinishi mumkin. Bu ham odamlar orasida katta norozilik keltiradi. Men bu yerda shuni aytaman. Agar ushlab qolish bo'lsa, uning asosini talab qiling. Qaysi qaror, qaysi tashkilot, qancha summa, qaysi muddatgacha bular aniq ko'rsatilishi kerak. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Eng birinchi nozik jihat telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlar SMS orqali tasdiqlanadi. Pensionerning kartasiga ulangan telefon raqami farzandida bo'lishi mumkin, eski raqam bo'lishi mumkin, umuman ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Natijada bank xabarnomasi kelmaydi. Karta bloklanganini odam bilmaydi. Pul tushgan tushmaganini tekshira olmaydi. Men tavsiya qilaman. Pensionerning o'z nomidagi ishlaydigan telefon raqami bo'lsin, hech bo'lmasa yaqin qarindoshlar doim nazorat qilsin. Ikkinchi nozik jihat manzil. Ko'p pensionerlar ro'yxatda bir joyda, amalda boshqa joyda yashaydi. Bu ayniqsa qishloqdan shaharga farzandinikiga kelib qolgan keksalarda ko'p uchraydi. Agar pensiya pochta orqali yetkazilsa, manzil juda muhim. Agar bank kartasiga tushsa ham, ayrim tekshiruvlarda yashash joyi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Manzil o'zgargan bo'lsa, rasmiy tartibda yangilash kerak. Uchinchi nozik jihat hujjatdagi ism, familiya. Masalan, eski hujjatda Yo'ldosheva, yangi ID kartada Yo'ldosheva shaklida yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki otasining ismi bir joyda qisqartirib yozilgan, boshqa joyda to'liq. Bu mayda ko'ringani bilan elektron tizimda farq sifatida chiqishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarda yozuvlar mos bo'lishi juda muhim. To'rtinchi nozik jihat bank tanlash. Pensioner bank kartasini almashtirsa, yangi karta olsa yoki boshqa bankka o'tsa, bu ma'lumot to'lov tizimiga to'g'ri yetib borishi kerak. Aks holda pul eski rekvizitga yo'naltirilishi yoki qaytishi mumkin. Bankdagi xodimga pensiyam shu kartaga tushsin deyishning o'zi har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga ham ariza beriladi. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam. O'zingiz yoki ota-onangiz pensiya oladigan usulni aniqlang. Pul bank kartasiga tushadimi yoki pochta orqali keladimi? Agar bank kartasiga tushsa, karta faolmi, muddati tugamaganmi, PIN kodesdami, SMS xabarnoma ishlayaptimi? Buni tekshiring. Agar pochta orqali olinsa, pensionerning yashash manzili to'g'rimi? U to'lov kuni uyda bo'ladimi, pochta bo'limi bilan aloqa bormi? Buni aniqlang. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Asosiy hujjatlar odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, agar kerak bo'lsa nogironlik xulosasi. O'qish joyidan ma'lumotnoma, vakolatnoma, mehnat staji bilan bog'liq hujjatlar bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun borishdan oldin hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga telefon qilib aniqlashtirish foydali. Uchinchi qadam, agar pul tushmagan bo'lsa, avval bankdan tekshiring. Bankdan falon oy uchun pensiya to'lovi kelganmi? Kelgan bo'lsa qachon? Karta faolmi? To'lov qaytmaganmi deb so'rang. Agar bank to'lov kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar bank to'lov kelgan, lekin karta bog'langan desa, muammo bankda hal qilinadi. Bu ikki holatni aralashtirib yubormaslik kerak. To'rtinchi qadam, pensiya jamg'armasiga borganingizda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Mening pensiyam nima sababdan kechikdi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi sana bo'yicha qayta hisob-kitob qilinadi? Menga yozma javob bera olasizmi? deb aniq savol bering. Agar masala murakkab bo'lsa, ariza yozing,
Arizada ism, familiya, pasport yoki ID karta ma'lumoti, telefon raqami. Yashash manzili, muammo mazmuni va talabingiz aniq bo'lsin. Masalan, 2024 yil iyun oyi uchun pensiya to'lovim kelmagani sababini aniqlab, menga yozma javob berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p keksalar davlat idorasiga borishga uyaladi, savol berishga qiynaladi. Bankdagi texnik gaplarni tushunmaydi. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar bunday paytda yordam berishi kerak. Lekin juda muhim ogohlantirish. Pensionerning kartasini, PIN kodini, SMS kodlarini begonalarga bermang. Men sizga pulingizni chiqarib beraman degan notanish odamlarga ishonmang. Firibgarlar aynan shunday vaziyatlardan foydalanadi. Ariza qisqa, lekin aniq bo'lishi kerak. Men odamlarga uzun shikoyat emas, faktlar kerakligini aytaman. Qaysi oy pul tushmadi? Oldin qancha olar edingiz? Qaysi bank kartasiga tushardi? Kartani almashtirdingizmi? Hujjatlaringizda o'zgarish bo'ldimi? Nogironlik yoki o'qish ma'lumotnomasi bormi? Mana shu savollarga javob arizada bo'lsa, xodim masalani tezroq tushunadi. Agar siz faqat menga pulimni bering deb yozsangiz, tekshiruv baribir cho'ziladi. Agar pensiya miqdori kamaygan bo'lsa, arizada pensiya miqdori nima sababdan kamaygani va hisob-kitob asoslarini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Agar ro'yxatda ism chiqmagan bo'lsa, to'lov ro'yxatiga kiritilmaganim sababini aniqlab berishingizni so'rayman deb yozing. Agar karta rekviziti o'zgargan bo'lsa, yangi rekvizitni ilova qiling. Agar siz vakil sifatida borsangiz, vakolatnoma va shaxsiy hujjatingizni oling. Birinchi ehtiyot chorasi ijtimoiy tarmoqlardagi hamma pensionerga falon so'mdan beriladi degan xabarlarga darrov ishonmang. Men bunday xabarlarni ko'p ko'raman. Ba'zilar rasmiy qaror bo'lmasdan turib odamlarni chalg'itadi. To'g'ri ma'lumotni rasmiy manbalardan, pensiya jamg'armasi, bank, mahalla yoki tegishli davlat xizmatlari orqali tekshirish kerak. Agar xabarda aniq qaror raqami, sana rasmiy manba bo'lmasa, ehtiyot bo'ling. Ikkinchi ehtiyot chorasi, pulingizni tezlashtirib beraman deganlarga ishonmang. Pensiya qonuniy to'lov. Uni olish uchun pora, tanish-bilish yoki noqonuniy vositachi kerak emas. Agar hujjat to'liq bo'lsa, tartib bo'yicha ko'rib chiqiladi. Agar hujjat yetishmasa, uni to'ldirish kerak. Kimdir menga pul bering, ro'yxatga kiritib qo'yaman desa, bu xavfli holat. Bunday vaziyatda tegishli idoralarga murojaat qilish kerak. 3-ehtiyot chorasi. Bank kartangizdagi SMS kodlarini hech kimga aytmang. Pensiya tushishini tekshirish uchun bank hech qachon sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Firibgarlar pensionerlarga yangi to'lov chiqdi, tasdiqlash uchun kodni ayting deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Kodni aytsangiz kartadagi pulingiz ketishi mumkin. Ayniqsa 1000 iyulgacha to'lovlar, yangi ro'yxat. Qo'shimcha summa degan mavzular ko'payganda firibgarlar ham faollashadi. Agar pul iyulgacha tushishi kerak deb o'ylasangiz, lekin tushmasa, vahimaga tushmang, lekin harakatsiz ham qolmang. Avval bank yoki pochta orqali holatni tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaat qilgan sanangizni yozib qo'ying. Kim bilan gaplashdingiz, qanday javob oldingiz, qaysi hujjat so'raldi, hammasini qayd qiling. Agar bir necha kun ichida javob bo'lmasa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaat masalani rasmiylashtiradi va javob olish imkonini oshiradi. Agar sizning pulingiz keyinroq hisoblab berilsa, ba'zi hollarda o'tgan davr uchun ham hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin bu har doim ham avtomatik bo'lmaydi. Sababiga bog'liq. Agar kechikish tashkilot yoki tizimdagi xato sabab bo'lsa, bir tartib. Agar siz hujjatni kech topshirgan bo'lsangiz, boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hamma pensionerlarga aytaman. Hujjatni vaqtida topshirish, muddatni o'tkazmaslik, o'zgarish bo'lsa, darhol xabar berish eng to'g'ri yo'l. Bugungi mavzuda eng muhim xulosa shuki, 1 iyulgacha pensionerlar bo'yicha to'lovlar, ro'yxatlar va hisob-kitoblar masalasida har bir inson o'z holatini tekshirishi kerak. Hamma uchun bir xil javob yo'q. Kimdir oddiy tartibda pensiyasini oladi. Kimdir qo'shimcha to'lovga haqli bo'lishi mumkin. Kimdir hujjatdagi xato sabab kutib qolishi mumkin. Asosiy vazifa bank kartasi, hujjatlar, manzil, nogironlik yoki o'qish ma'lumotnomasi, vakolatnoma va pensiya miqdorini oldindan tekshirib qo'yish. Men sizga maslahat beraman. Bugun ota-onangizning yoki o'zingizning pensiya holatingizni tekshirib chiqing. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar muammo bo'lsa, erta aniqlab vaqtida hal qilasiz. Izohlarda yozing.
sizning hududingizda pensiya vaqti tushyaptimi? 1 iyulgacha to'lovlar bo'yicha qanday savollar bor? Kimda kechikish yoki kamayish bo'ldi? Videoni foydali deb bilsangiz like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring.